Assalomu alaykum, aka parvozlar. Parvozlar. Hamma tinchmi? Hammaning ishlari yaxshimi? Maşallah, qo'razdan bir ko'rsatib qo'yaylik bugun aka-ukalar. Qo'razimiz bosyapti, maşallah ham tuxumlayapti aka-ukalar. Pixchim ekan. Mana biz tanachi aka-ukalim sariq makonini bo'shtirib ko'rmaganmiz bu. Bitta maydaroq. Bular ikkitasi arkamiyani uradigan. Vesi ham 4 kilo bularni aka-ukalar. Xo'razga moslab olingan. To'lakimiz 5,5 kilo. Endi ozgina chariqlagan bo'lishi mumkin. Lekin formasi shu zo'r formada turibdi aka-ukalar. Faqat mana shulardan tuxum bo'lyapti aka-ukalar. Boshqa makallah tuxumdan chiqdi. Kurtga o'tirib shular tuxumlayapti. Pixchi makallah, tanachi makan, arkamiyani uradigan makallah. Bitta sariq urishtirilmagan. Hammasi sinalgan. Zo'r makallah. Aka-ukalar sog' salomat bo'lasizlar.